Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar. 3 narsaga qasam ichaman deganlar. Shulardan bittasi 3 ta narsaga qasam ichaman deganlar. Shulardan bittasi sadaqa bergan bilan bandani moli kamaymaydi. Shunga qasam ichaman deganlar. Bu qanaqa gap bu? Mana iqtisodchi odamlar o'tiribdi, moliyachi odamlar o'tiribdi. Domla esi joydami? 100 so'mdan 10 so'm ketsa 90 so'm qoladi. 20 so'm ketsa 80 so'm qoladi, 30 so'm ketsa 70 so'm qoladi. Nima degani bu? Moli kamaymaslikka qasam ichaman. Gap shunday ekanki, baraka raqam bilan o'lchanmas ekan. Gap shunday ekan. Birovni bir so'mida milliardlarni barakoti bo'lishi mumkin yoki aksi. Allohim birovni milliardlaridan barakani olib qo'ysa bir so'mcha ham bo'lmas ekan. Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qasam ichyaptilar. Sadaqa bergan bilan bandani moli kamaymaydi.